Hürmetli vatandaşlarım, biz ötkende Tibet doğrusu toxtalgan edik. 8-ci ayının 24-cü günü Mərkəzi Komiteti Reis Xi Jinping Tibet xizmət yığını açdı. Sizlərə məlum, Reis Xi Jinping 9-cu ayının məlum bir günü Amerika Qoşmuş Ştatlarına dövlət işləri ziyarəti bilan yetib keldi. Dəl şu ziyaretinin harpısıda 8-ci ayının 24-cü günü Beijing'de Tibet xizmət yığını açqanlığı belki bu sizin tasavvurunuz ve bizim tasavvurumuzga ham material bo'lişi ve bu doğruda tadqiq qilishimiz mümkün. Yani ikinci bir haber, yani Xi Jinping Tibetni boshqarish usuli muqimlikni qo'g'dash. Xi Jinping Tibetni boshqarish usuli muqimlikni qo'g'dash, bölgünçilik qarıştırış dedi mavzuli haber 8-ci ayının 26-cı günü Amerika Ovozining Xitoy Tel programmasida e'lon qilindi. Xabarning qisqacha mazmunlari mundaq. Reis Xi Jinping mundaq dedi. Tibet xizmetida bölgünçilik qarshi kurashning tashabbuskorlik huquqini qo'limizda ching tutishimiz lozim. Dalay Lama guruhi qaratgan siyosatimizda tavranmaymiz, ching turimiz. 8-ci ayının 24-cü gündən 25-ci günügacha markazda o'tkazilgan Tibet xizmet yig'inida bölgünçilik qarıştırış meselesini bir qancha qatam tilga oldi. Jungoning aloqador matbuotlaridan Xalq to'rbiti haftaning 1-ci günü mundaq ko'rsatdi. Dalay Lamaning o'tir yo'l siyosati Tibetning Jungo territoriyasining bir qismi ekanligini e'tirof qilmaydi. Jungoning asosiy qonunida tiklangan prinsiplarga qarshi turadi. Tibet'te yol qo'yilgan sosyalist tüzüm ve milli territoriyalik avtonomiyani qabul qilmaydi. Jungoning hozirgi ma'muriy rayonlarga bo'linishini qabul qilmaydi. Navbatdagi Jungoning ma'muriy rayonlarga bo'lish va ayrishni qabul qilmaydi. Balki 4 o'lkadagi Tibetlar rayonini Tibet bilan birlashtirmoqchi bo'ladi. Sichuan, Yunnan, Qinghai qatarlıq 4 ülkedeki Tibetler rayonuna qo'shib olmoqchi bo'ladi. Maqola davomlashtirib mundaq dedi. Atalmış o'tir yo'l siyosati mohiyatda bölgünçilarning siyosiy talabidir. Markaziy hukumat o'tganda ham qabul qilmagan, hozir ham qabul qilmaydi. O'tir yo'l siyosati abadiy qabul qilmaydi. Abadi degan so'zni ishlatganda savol qo'yaylikki, Reis Xi Jinping Kompartiyaning Jungodagi hukmronligi abadiy bo'ladimi? Buni siz biz bir nima demasakmi mayli, lekin tarix o'zining tarixiy harakatlari jarayonida talay imperiyalarni gumron qilib, taltukasi yo'qotib kelgan tarixdir.